7 bab. Nurg'un yillardan keyin Persiya podshohi Artaxshasti mezgilida Ezra ismli bir ruhaniy o'tgan bo'lib, u Sirayaning o'g'li, Siraya Azariyaning o'g'li, Azariya Xilqiyaning o'g'li, Xilqiya Shallumning o'g'li, Shallum Zadoqning o'g'li, Zadoq Ahitubning o'g'li, Ahitub Amariyaning o'g'li, Amariya Azariyaning o'g'li, Azariya Mirayotning o'g'li, Mirayot Ziraxyaning o'g'li, Ziraxya Uzzining o'g'li, Uzzi Buqqining o'g'li, Buqqi Abishuvaning o'g'li, Abishuva Pinxasning o'g'li, Pinxas Elazarning o'g'li, Elazar bo'lsa tunji bosh ruhaniy Harunning o'g'li edi. Babildan ayrılgan Tevrat ustozi Ezra, Parvardigor, ya'ni Isroillar e'tiqod qilib kelgan Xudo, Musa payg'ambarga tushirgan Tevrat qonunida kamolatga yetgan edi. Ezra podshohdan nimani talab qilsa, podshoh shuni o'rindab beradi. Chunki Parvardigor, ya'ni u e'tiqod qilib kelgan Xudo, uningga yor bo'lgan edi. Artaxshasti podshohning 7-yili Ezra bir to'p Isroillarni Yerusalimga elib keldi. Bu kishilar orasida ruhaniylar, laviylar, ibodatxona munojotchilari, darvozavallari va xizmatkorlari bor edi. Ular Artaxshasti podshohning 7-yili 1-oyning 1-kuni Babildan yo'lga chiqdi. Xudo Ezraga yor yo'lak bo'lganligidan ular 5-oyning 1-kuni Yerusalimga yetib keldi. Ezra Parvardigorning Tevrat qonunini o'rganishga, ijro qilishga va bu qonunning qoida nizomlarini Isroillarga o'rgatishga o'zini beg'ishlagan edi. Artaxshasti podshoh Isroillarga tushirgan Parvardigorning amir farmonlarini pishiq biladigan Tevrat ustozi Ezra ruhaniyga ushbu maktubni tutdi. Manki shohlarning shohi Artaxshastidan, Arshi a'lodagi Xudoning qonunining ustozi Ezra ruhaniyga salom. Podshohligimda yashayotgan Isroil xalqi, jumladan ruhaniylar, laviylar ve başqalarga şunu buyuruymanki, ular xohlagancha o'zlari bilan bir qatorda Yerusalimga qaytib ketsa bo'ladi. Men jumladan 7 maslahatchim birlikda o'zlarini Yerusalim ve Yahudiyaga qaytgan surgunlarning siliga havola qilingan Xudoning qonuniga amal qilish ahvolini igilab kelishga avatdim. Mening ve maslahatchilarimning o'z roziligimiz bilan taqdim qilgan oltin kumushlarini Isroillar e'tiqod qilib kelgan ve Yerusalimda bo'lgan Xudoga beg'ishlag'aylar. Shuningdek, Babil o'lkasida yig'ilgan oltin kumushlar ve Isroillar hem ruhaniylar e'tiqod qilib kelgan Xudoning Yerusalimdagi ibodatxonasiga sunilgan xolis hadiyalarni alğaş ketgeyla. Bularga torpaq, qo'chqar, paqlanlarni, jumladan ular bilan birga oshliq va sharoblarni setib elib, sizlar e'tiqod qilib kelgan Xudoning Yerusalimdagi ibodatxonasining qurbonlik supisida hadiya qilg'aylar. O'zlari va qarindoshlari eshib qolgan oltin kumushlarni sizlar e'tiqod qilib kelgan Xudoning irodasiga asosan muvofiq joyga ishlatgaylar. İbadetxonaning xizmati uchun o'zlariga berilgan qoch-quchilarni Yerusalim ustidan hukmronlik qilgan Xudoga beg'ishlag'aylar. Buningdan boshqa ibodatxonanglarga nima lozim bo'lsa, orda xazinasidan elib ishlatgaylar. Manki Artaxshasti podshoh Firat daryosining g'arbidagi o'lkaning barliq xazina amaldorlariga buyuriymanki, Arshi a'lodagi Xudoning qonunini pishiq biladigan Ezra ruhaniyning
barlıq tələblərini tezdin beja keltiringlar. Sizler 3400 kilo kümüş, 300 tağar buğday, 2200 kilo şarap, 2200 kilo zeytun yığıgıcı təmin eytinglar. Tuz çeksiz təminlensin. Sizler Erşi əladiki Xuda öz ibadetxanısı üçün düşürgen əmirlərinin həmmisini to'liq beja keltiringlar. Şundaq bolğanda Xudanın g'azibi manga ve oğullarımga düşmeydi. Ruhaniylar, laviylar, munacatçılar, dervaziveller, xizmetkarlar ve ibadetxonadagi her qandaq başqa xizmetçilerden alvan yasak elinmisin. Ezra, Xuda özleriga ata qilgan aql parasat bilan Firat deryasının g'arbidagi o'lkada yashaydigan hem Xudoning qonunini biladigan barliq odamlarni idora qilishga amaldor va sotchilarni tayinligayla. Qonundan savati yo'qlarga uningdan ta'lim bergayla. Kimki Xudoning qonuniga yoki podshohlikning qonuniga bo'ysunmasa, qattiq jazoga tortilsin, o'ltirilsin, surgun qilinsin yoki mal mulki musodara qilinsin ve yoki qamoqqa tashlansın. Ezra mundaq dedi. Parvardigor, yani ecdodlarimiz e'tiqod qilib kelgan Xudo madhiyalangay. U Yerusalimdagi o'z ibodatxonasini zinnatlashni podshohning diliga soldi. Xudo manga mangulik mehr shafqat ko'rsatib, meni podshoh, uning maslahatchilari ve barliq nupuzluq amaldorlarining qo'llashiga ega qildi. Parvardigorim Xudo manga yor bo'lib, manga jasorat berdi. Şuna men İsraillarning yurt başlarını özüm bilen billa qaytishga yig'dim.